Selam şayanlar. Sizning bilan Mindiya demak eng damli sahifa vaqti. Men sizga qiziqli retsept topdim. Bugun biz tort pishiramiz. Biskvit uchun kerak bo'lajak ish yumurta, 130 gram shakar qima, ish osh qo'shig'i qaymoq, yarti banka quyirtilgan sut, 1-2 shay qo'shig'i qamir yumshatgich. Krem uchun kerak bo'lajak 500-600 gram 30-20% qaymoq, 100 gram şeker qima. Yumurtalarni to'g'laymiz. Shakar qima istab kubiklangancha yana yaxshilab bulg'atamiz. Razrahlitel, qaymoq, quyirtilgan sut istaymiz, ham bulg'atamiz. Ekranlab un istaysiz blender bilan qo'bat bulg'atamiz. Azir massani 20-25 minutga 180 gradusli duxovkaga qo'yamiz. Krem-big'ot idishini qaymoq ham shakar qimini qo'shib blender bilan yaxshilab bulg'atamiz. Azrak so'ng'ach azir korjni shoqmoqlab turibmiz. Tortqa degan formaning ishin osh suv plyonkasi bilan qoplab, dibine krem solamiz. Ondan so'ng biskvit shoqmoqlarini kremga mana sovuqqa to'tiramiz. Har 2-3 soatga sovutgichga uzatamiz. Azir tortni aylantiramiz, ham sovuq bilan bezaymiz. Do'stlar, bu tort bek damli bo'lib chiqdi. Shunga ko'ra uzoq siylashib turmay, shay-shayga o'xshagan. Kelasi ishlar shularga qadar.